Assalomu alaykum hammaga, qadrli obunachilar. Mana bugungi darvozamiz Shedevr fason darvozamiz 2025-yilda eng trendda bo'lgan darvozamiz. Namangan viloyati, Namangan shahri, Oromgoh ko'ndan-tuk. Darvozamiz 3 qavatli bo'lgan, kirib chiqish eshigimiz отдельный. Darvozamiz shum izolyatsiya bo'lgan. Ko'pchilik bunaqa darvozaga germetik sepadi, ya'ni chutur sepadi. Biz asosan silliq qilamiz darvozani. Darvozani yaqinroqdan ko'rsan ham bo'ladi. Mayda joylarga ahamiyat berib silliq qilishini zamonlarimiz yaxshi o'rnatib berganmiz. Darvozamiz 3 qavatli, orqa tarafini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Kimga shunaqa sifatli, chiroyli darvoza kerak bo'lsa, assalom aloqa chiqarsizlar, O'zbekiston bo'ylab ustanovka qilib beramiz. Darvozamizni orqa tarafdan ko'rsatib o'tamiz. Bismillah. Mana darvozamizni tili ham 3 ta chiqadi mana ochilganda. Orqa tarafda yopilishi, orqa taraf ko'rinishi xuddi shu holatda bo'ladi. Boshmoshlarimiz ham 3 ta bo'lgan, TV'ni o'ziga mana shunday qo'yilgan. O'rtalarimiz sentr zamok. Darvozamiz mana ochilishi. Darvozamiz atgan joyimizda turadi. Mana keyin qanotimiz mana. Darvoza o'ringa o'rnagan uchun mana atgan joyimizda turadi mana. Ochilib ham ketmaydi, yopilib ham ketmaydi. Xuddi shu ko'rinishda turadi mana. Har bitta qanotimiz, kichkina qanotimiz ham, mana katta qanotlarimiz ham ochilganda, ba'zi bir darvozalar bo'ladi, darvozani ochganingizdan keyin punni va qaytib ketib qoladi, yopilib ketib qoladi. Bu darvozamiz mana o'rinda turadi, atgan joyimizda. Darvozamiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ysizlar, inshaalloh bundan ham chiroyli, sifatli darvozalar chiqarishga harakat qilamiz. Darvozamizni qalinligi 6 sm bo'ladi. Ko'pchilik 4 sm qiladi. Bizniki 6 lik bo'lgan. Qalinligi mana darvozamizni yopilishi. Mana. Xo'p, mana bu sentr zamok, bitta burasangiz TV fast qilib mana yopilishi darvozamizni. Bitta qo'lda bemalol mana bismillah. Mana yopildi mana. Xo'p, katta qanotimiz ham yopilishi, ichkari tomondan ham zamon bo'z o'tirmaydi. Surilsa o'zi avtomatik yopiladi. Hammaga omad, sog' va salomat bo'linglar. Inshaalloh kuzatib borsani bundan ham chiroyli darvozalar chiqarishga harakat qilamiz. Nima hoji aka? O'chirdingiz bo'ldimi? Albatta. Hoji akamdan video ishlar kerak bo'lsa-ku.